juda ham ko'p bemorlar bel grijasi bilan og'rigan va bizga murojaat qilib kelishadiki, hamma konservativ davo choralarini qilib bo'lishgan. Lekin shunga qaramasdan hali ham kasallik o'z belgilarini namoyon qilib, nevrologik o'zgarishlar bilan kechyapti. Lekin bemorlarimiz juda ham qo'rqishadi. Operatsiya qilinsam yotib qolaman, asoratlar bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda endoskopik operatsiyalar juda ham rivojlandi va men Rahimov Rasuljon Kalandarovich hozirgi kunda O'zbekistonda bu metodikani qo'llab kelayotgan mutaxassislardan bittasi bo'lib, bemorlarimizni operatsiya qilamiz, o'sha kunni o'zida turg'izib yurgizamiz va ertasi kuni uyga ruxsat beramiz. Va biz o'ylayotgan eski davrdagi operatsiyalarga kirmaydi. Bu operatsiyalar ya'ni malainvaziv, kesmasdan, suyaklar butunligini buzmasdan turib endoskopik kirib boriladi va faqatgina grija olib chiqiladi. Va bunda juda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Agar sizlarda ham bel grijasi bo'lsa, og'riqlar juda ham kuchli va sezishlardagi o'zgarishlar bilan kechayotgan bo'lsa, har xil konservativ davo choralarini olib ko'rdinglar, foyda bermayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin va biz qo'limizdan kelganicha sizga davo choralarini qo'llab beramiz.